Tabobat ilmining sultoni, qomusiy olim Abu Ali ibn Sino 980-yilning 16-avgustida Buxoroning Afshoni qishlog'ida tug'ildi. Ilmi va iste'dodi sabab Ibn Sino tibbiyot bo'yicha dunyo sahnasining eng buyuk olimi sifatida e'tirof etiladi. Uning Kitob ash-Shifo hamda Tib qonunlari asarlari tibbiyot fanining asosini tashkil etadi. Olimning ilmiy izlanishlari aks etgan ushbu asarlar xalqaro tibbiyot akademiyalari, Yevropaning nufuzli universitetlari, tibbiyotga ixtisoslashgan oliygohlarda eng zarur adabiyotlar sifatida qadrlanadi. Ibn Sino o'z tajribasida jarrohlik amaliyotini birinchilardan bo'lib o'tkazgan. Olimning bizgacha 30 dan ortiq asarlari yetib kelgan. Buyuk alloma Sharq va Yevropada Avicenna, olimlar boshlig'i, tabiblar podshohi degan ehtirom bilan tilga olinadi. Olim sharafiga mashhur shved tabiatshunosi Carl Linné tropik mamlakatlarda dengiz suvida ham o'suvchi va doimo yashil holda qoladigan daraxt nomini Avicenna deb atagan. Abu Ali ibn Sino 1037-yilning 18-iyunida 57 yoshida dunyodan ko'z yumadi. Uning qabri Eron davlatining Hamadon shahridadir. Agar havoda chang va tutun bo'lmaganda, inson 1000 yil umr ko'rgan bo'lardi. Abu Ali ibn Sino